Vaqt satavelish. Abdori Maryam Qurban. 1-qism. Onun bu doktorxonada yetayotganiga 3 oydan oshdi. Ahvoli bargan seri ig'irlashib ketyapti. Bir xil tiniqda yetayotganiga mana 3 kun bo'ldi. Doktorlar uning kasalining endi yaxshilanmaydiganligini jazmlashtirgan edi. Şuna onu bugün yalğız karvatlık öyge yetkidi. Doktor onu aram elişki öndeydi. Biroq onun baskan yolları, qismatları, xislatları onu qandaqmı uxlassın. Dastlabki vaqtlarda u özünün ömür boyu yıqqan dünyasının muşundaq sudek eqib ketayotganligiga chidamadi. Keyin u tanning azoblarga bardoshlik berolmay uzoq mezgil davolanishga ma'qul bo'ldi. U amdila 60 yoshga kirgan edi. Vaqtsiz bu kasal uning qadrli shu tenini, ömür bo'yi yiqqan mol dunyosini biraqli tozutib ketyapti. Efendim, siz balduroq qildigan ishlaringizni qilishingiz kerak. Biror yaqin odamıngizni chaqiring, u bizga guvohlik berish kerak. Biz sizni kimga topshiramiz? Aniqki, uning 1-2 kunlikli vaqti qolgan edi. Uning yanida hozir hech kim yo'q. Faqat ozroq pul qo'yilgan chek qoldi. U yo'tilib ketdi. Yo'talning ta'siridan xeyligacha hasrab ketdi. Va kichik boladek bir ingrab to'xtadi. Ko'zlarini yo'g'on etishga uringan bo'lsa-mu, ocholmadi. Xuddi osmon qahrida laylab turgandek bir kelib, bir uzilib turgan xiyollarini davomlashtirolmay asg'ishib ketyapti. Ko'zlariga vol-vol qilib bir narsa ko'ringandek qiladi. Biroq uning nima ekanligini aniqlamayotdi. U yana tirishib, bor kuchini ishga solib, xiyolini davomlashtirishga urinadi. Kimdandir birsidan ko'zini ochirayotgan odamdek yon tarafga qarab oldi va ko'zlarini yumdi. U cho'ng bir savdogarning yolg'iz o'g'li edi. Hashamatlik dachillarning chiroqlari kechirgi yulduzlardek yelimi uning qalbida turibdi. Qo'rsaqliq, g'odiyib yuradigan, bor ovozi bilan so'zlaydigan dadasimi uning yodida. İnchiki sizilgan qoshlari orasidagi o'ri ko'zlari pildirlatib, hamma narsaga qadilib qaraydigan yasanchoq o'gay onasi uning ko'ziga ko'rinmoqda. Uning o'z onasi faqat pilildigan chiroqdek. Uning xiyolida biri yenib, bir xiralishib qoladi. Faqat tayoqdan qo'g'dinish uchun Safaning orqasiga mo'kib oladigan bir gavda uning xiyolida xuddi tushlardek doim agishib, uningga hamroh bo'lib yuradi. U doim ko'zlarini yumib, shu ko'rinishni aslaydi. Dadasi doim onasini shu Safaning ostidan xuddi bir chujini yulib olgandek oladi-da, zukun tayoqni beshida tanglab turib, yo'g'on ovozi bilan varqiraydi. Andin udul kelgan yeriga uratdi. Uning qo'qqonidan ko'zlari chakchiyib ketdi. Birda onasining, birda dadasining atrofida pirqirab yig'laydi. Ana deb vaqirab ketdi. Mundaq chaqlarda uni dadasi yerdan yulib oladi-da, ustingi qavatdagi yotiqiga solab qo'yadi. U eshiklarni urib baqdi. Ana deb nola qiladi. Biroq bu ishlar davomlashavergachga, keyincha uyning bir bo'lingida tugilib o'ltirib yoki yotqinini beshiga purkab yetib olib, bu varanchironi anglamaslikka tirishadi va dadasidan qo'rqqanidan unini chiqaramay uxlab qoladi. Onasidan ayrilgan shu kuni yelimi uning esida. Til tayoq boshlandi. Dadasi uni yotoq uyga so'livetdi. Dadasining qonidan chiqayotgandek to'm ovozi ustungi qavatga aniq anglanib turadi.
Yo'qol degandekin yo'qolmamsan. Mening yoshliqim sening bilan bekor o'tamda. Yo'q, men ketamayman. Men sizni va bolamni yaxshi ko'raman. Amsa nemishqa mening ishlarimga aralashsan? Sizning ishlaringizni surishti qilmayman. Biz ajrashmayli bo'lamdi. Bala deysan. Ol desam unmaysan. Uni sensizmi cho'ng qila olmayman men. Yo'q. O anasiz qasib bo'lmaydi. Qilgan so'zlarni onasining yig'i ovozi besib ketgachga aniq anglayolmagan edi. Faqat bir oz jimjitlikdan keyin onasining ustungi qavatga chiqayotganligini pamladi. U etilgan eshikni kuch bilan ittirdi. Biroq onasi yana palampaydan tushib ketdi. U etilib uydan chiqdi. Dadisi opsini so'ragandek talog'i etmoqda edi. Uning onasi kayniga bir qaradi. Biroq gap qilmadi. Dadisi onasini eshikdan ittirib degidek chiqarib etdi. U eshikka qarab yugurdi. Biroq dadisi qo'pollik bilan uni yerdan yulib oldi-da, uning yig'isiga parvo qilmay, chekchaygan ko'zlarini uningga tikib, ustungi qavatdagi yotiqiga solib etdi. Shu yillarda u oralli 5 yoshlarda edi. Onasi chiqib ketgandan keyin har kuni har yozi kiyingan ayollar bu uyda paydo bo'lib turdi. Keyin qoshlari inchga, seriq chash, judangi bellariga doim belbog'larni taqib, modellardek mengib yuradigan bir ayol oxir dadisini boshqa raqiblardan tortib olib, bu uyga xo'jayin bo'ldi. U o'gay onasi bilan uyda qoladi. O'gay onasi dadisi ketgandan keyin aynak jazisi oldiga keladi-da, bir hazog'icha pardoz qilishga boshlaydi. Ondan ya go'zallik gimnastikasi toki badan o'litish o'rinlariga ketadi. Tushda qaytib keladi-da, ozroq bir nima yeb oladi. Ondan uning telefoni jaranglaydi. Shunday qilib, ya uning do'stlari keladi, yoki kichikina sumkasini ko'targanicha sirtqa chiqib ketadi. Dadisi atdiganda chiqib ketib, kechda biroqla qaytib keladi. Dadisi kelishi bilan atdigandan beri uni chiqmagan bu ayolning ovozi besiqmaydi. Dadisining kayfi chaq. Ular nimalar to'g'risidan qizg'in parangga tushib ketadi. Ovozlarini qo'yib berib kulishadi. Bala bundaq vaqtlarda Safaning atrofini cho'gilab, Safaga kelib o'ltirib oladi. Ondan asta surilib, dadisining yoniga kelib oladi-da, kichik qo'llari bilan dadisining yo'tisini silashga boshlaydi. Tamuqingni yeb bo'ldingmi? Kirib uxla. Dadisi bo'm ovozda uni yotiqiga qo'qladi. Kunlarning o'tishi bilan u g'alva qilmaydigan bo'lib qolgan edi. Ana shu chaqlarda jimjit o'ltirib, onasini eslaydi. Onasining yalvorishlari, tayoq zardisidan ko'kirgan badallari, dadisining esilib ketgan go'shlik yuzlari uning xiyolini chulg'ib oladi. Tushlardimi bu holat pat-pat takrorlanadi. Onasi doim uningga qayrilib qarab qo'yib ketib qoladi. Ba'zida ana degan ovoz bilan tang cho'chib uyg'onib ketadi va beshida dadisini ko'rib andikib ketadi. Ham darhol beshini yotqanning ichiga tiqib oladi. Anasiga beqishaqini berib, anasiga berib etsangiz bo'lmamdi buni. Ammasa u. Oyey, amsa. U amdi hammani bildi. U bu dunyoga o'shiqchi gap qildi. Onasi nimishqa o'zini ko'gili kamigini shu ekanda. Shu kundan keyin onasi haqidagi orzulari ko'pikka aylandi. Bir hafta o'tgandan keyin dadasi uni yotoqliq bir bog'chaga olib berdi. Shundan keyin uning yolg'izlik turmushi boshlandi.
Dadisi her shanbada bir kelib, uni uyiga olib ketadi. U uyga kelganda bo'lsa, o'gay onasining pardoz ustilidan ayrilmay o'ltirgan holatini ko'radi. "Ha, tezroq bo'ling, mehmonlar bizni saqlab qoldi." O'gay onasi kalpikiga qip-qizil lavsuruqni surtib, egiz pashnaliq oyog'ini kiyib, eshik oldida turadi. Ular ketgandan keyin u shu sofa ustida yetib, hashamatlik chiroqlarga qarab yetib oladi. Chiroqlardan chechilayotgan birda qizil, birda oq rangda yaltiraydigan nurlar vol-vol qilib uning ko'zlarini qamashtiradi. U shu chiroqlarga qadalgan peti uxlab qoladi. Tun yerimdan halqagan chaqda ular qaytib keladi. Dadisi qattiq masolatda uning beshiga keladi-da, uni silkib uyg'otadi va ustingi qavatdagi yotiqiga qo'qlaydi. O'gay onasi shu kreslo ustiga o'zini tashlaydi. Dadisi uni bir nimalarni deb erkaltadi. "Oyay, akamisingiz bo'lmamdi buni. Ya bir ish qilamasa, o'rniga kiribmi yotamasa?" Ha, shundoq qilsaqmi bo'g'uda kichkina. U bog'chadagi bolalar ichida eng rayish bir bola edi. Intayin oz gap qiladi. Bolalar bilanmi o'ynab ketmaydi. Bo'libmi, shanba-yakshanba kunlari bog'chada qolgan chaqlarida o'zi yolg'iz, hech kimga gap qilmay bir bo'londa turib oladi. Keyin bolalar o'yinga tushganda yotoqdan yolg'iz chiqib ketadi-da, bog'cha binosini aylanib o'ynaydi. Yotoq binosining orqasidagi to'piq yerga kelib o'ltiradi. Yerga onasining siymosini suzadi. Ondan atrofdagi to'plarni o'chimlab elib, ustiga chechib etadi. Yana suzadi. Yana kichik qo'llarida o'chimlab olgan to'plarni chachadi. Taki onasining siymosi o'chib ketguncha chachadi. Ondan asta mengib yotiqiga kirib ketadi. Keyin uning ko'zlari uyquga ketadi. Yanala sofaning orqasidan chiqayotgan onasini tushib chiqadi. Keyin bu aslimalar uning qalbidan suslashga boshladi. Aradan 2 yil o'tib ketdi. U endi maktabga o'qishga kirdi. Bu maktabmi yotoqliq maktab edi. Maktabga kirgandan keyin uning uyga qaytadigan vaqtlari texmo aslab ketdi. Boshlang'ich maktabni bitirib, o'tir maktabga yo'tkalgan kuni u uyga oxirgi qatim bordi. U uyga kiribla hayron qoldi. Uyning burunqi hashamatli holati qolmabdi. O'gay onasimi ko'rinmaydi. Dada, o'gay onam qini. Ketdi. Nimishqa? Ha, ayol degan shundoq, bilmaysan. U pulga turdi. Uning endi bu uyda turg'iz kelmabdi. Dada, pul bek muhimmi? Shundoq, pul bek muhim. U sening jiningga o'xshaydi. Shu kuni u dadasi bilan birga qo'ndi. Tong atqanda dadasi uyning hamma yeriga yondirib, bulg'unib yetibdi. U seskanib ketdi. Bir haza uy tasladi. Biroq dadasi uyg'onmadi. U to'nglatqudan azroq bir narsa elib yegandan keyin dadasini uyg'otdi. Dada, ketadigan vaqtim bo'ldi. Ketiver. U dadasini uyg'onsin deb xeyli uzoq qarab o'tirdi. Biroq dadasi o'rnidan turmadi. U amalsiz narsa keraklarni yig'ishtirib, o'zi maktabga ketdi.